Operatsiya bo'lganingizni bildingizmi, bilmadingizmi? Og'riq bo'lar ekan, bo'lmasa ekanmi? To'g'risini ayting. Yo'q, вообще sezilmadi. Kelishdan oldin qo'rqatdim, umuman qo'rqmadim. 9 yoshli bemorimizda hozir operatsiya bo'lib chiqib ketdilar. Bu bemorimiz kelganda nafas olish qiyinligi, og'iz ochib yotish, qurib yotish, is pillaridan foydalangan 9 yosh bo'lsa ham. Mana hozir operatsiyalar tugadi. Bugun operatsiya bo'ldilar. Bugun analiz topshirdilar ertalab. Bugun operatsiya bo'ldilar. Shu hozir javob beramiz. Qanaqa ahvolingiz? Yaxshi? Yaxshimi? Hech qancha og'rimayaptimi? Yo'q. Operatsiya bo'lganingizni bildingizmi, bilmadingizmi? Og'riq bo'lar ekan, bo'lmasa ekanmi? To'g'risini ayting. Yo'q, вообще sezilmadi. Hech narsa sezilmadi. Hozirchi? Yo'q, hech narsa sezilmadi. Burundan nafas olish qanaqa? Yaxshi? Juda yaxshi nafas olasiz. Xudo xohlasa bundan keyin doim shunaqa bo'ladi. Sprey ishlatmaysiz. Burundan to'yib nafas olasiz inshaalloh. Salomat bo'ling. Qo'rqish kerak emas ekanmi? Mana shunaqa nafas olishdan qiynalib yuradiganlarga tavsiya qilasizmi? Kelib qildirsa bo'lar ekanmi? Kelishdan oldin qo'rqatdim, umuman qo'rqmadim. Hozir unaqa emas. Yaxshi, sog' bo'ling. Rahmat.